Xitoy davlat bayramini tabriklayotgan kunda Amerika poytaxti Washington rayonidagi o'xshamagan millatdan tashkillangan namoyishchilar 10 ayning biri yer shari kommunizmga qarshi turish kunidagi Xitoyga qarshi turish erkinlikni qo'g'dash faoliyatini o'tkazdi. Xitoyga qarshi erkinlikni qo'g'dash faoliyati dunyodagi 150 dan ortiq tashkilot 61 shaharda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur, Tibet va Hong Kongda kishilik huquq va erkinlik ziyonkashlik qilganligiga o'rtaq norozilik namoyishi o'tkazdi. Amerikaning nurg'un parlament a'zolari qatnashdi. Namoyishda Amerika Davlat Majlisi a'zolari, Uyg'ur, Tibet va Mong'ol qatorliq namoyishchi omma vakillari ayrim-ayrim so'z qildi. Namoyish maydonidagi Uyg'ur namoyishchilar Korladagi poyezd stansiyadan noma'lum ishkiri Xitoy o'lkasiga ko'zlari bog'langan, putqo'llari kishanlangan holda o'tkab mengilgan Uyg'ur mahbuslarga o'xshash ko'k ranglik mahbus kiyimlarini kiyib, alohida diqqat qo'zg'agan. Namoyish maydonida yana Uyg'urlarning beshiga kelayotgan lagerga qamalish, qiyin qistoq, madaniyat osmonasiyasi qatorliq zulmlarga namoyishchilarning sahnalashtirilishi bilan jonli qoldi yo'rtib berildi. Yüzlügen kishi qatnashgan bu namoyish orqali dunyo miqyosidagi hukumatlar Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va Xitoyning zulmini oyoqlashtirish uchun texnik kuchli va mos qadamda harakat qilishga chaqirildi. Kaliforniyadan kelgan vakil Scott Perry so'zida Xitoy Kompartiyasini axloqini yo'qotgan razil hokimiyat deb aybladi.